Yana bir rahmat. Mana shu do'stimizga ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Masjidimizga gullar, rayhonlar ekdik. Mana rayhonlarda ba'zi birlari o'lib qoldi. Ba'zi birlari yaxshi oldi. Mana gullar. Balonni ichiga ekkanmiz. Ikkita balonga ekkanimiz hammasi o'lib qolgan ekan. Kimda rayhon ko'chat bo'lsa, qora rayhon, sada rayhon deymi? 20 dona ko'chatidan kerak, yaxshi ko'chatidan. Shu balonlarga ekib qo'yamiz. Masjidimizda ana shu yerda ertaga o'sib, ajoyib hidlarni tarqatib turadi. Ana shunday kimda kim bo'lsa, rayhon bo'lsa, telefon qilsin. 93lik 323 0081. Rahmat hammaga. Shu mahallamizdagi masjidimizga mana bunday qilib balonlarni kesib, o'rtasiga tuproq solib, rayhon ekkan edik. Mana. Ba'zi birlari ko'karib, ba'zi birlari mana shu ko'karmay qoldi. Mana bir xillari yaxshi ko'karib turibdi, alhamdulillah, ajoyib ko'rinish berib. Mana. Gullar mana. Mana shu oxirgi ikkita balonimizda orasiga avval ekkan rayhonlarimiz o'lib qolganligi sababli shu mahalladoshlarimizga murojaat bilan chiqqan edik. Shu masjidimizga rayhon ko'chat kerak deb. Mana shu murojaatnomamizga bee'tibor bo'lmagan holda bir do'stimiz hozir rayhon ko'chat olib kelib berdi. Mana ekib qo'ydik. Alloh rozi bo'lsin shu do'stimizdan, kasbkoriga, xonadoniga baraka bersin. İnşallah shu ekkan rayhonlarimiz ko'karib ketsa, ertadan mana shu masjidimizda bir ajoyib ko'rinish berib, chiroyli bo'lib turadi shu masjidimiz, gullar bilan, rayhonlar bilan. Alloh rozi bo'lsin. Shu masjidimizga kim qanday xizmat qilib Alloh tomonidan qarashayotgan bo'lsa, yana bir rahmat. Mana shu do'stimizga ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Rahmat hammaga do'stlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.